Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar va qadrli obunachilar. Bugungi videomizda sizni juda muhim, hatto shoshilinch xabar bilan tanishtirmoqchiman. Hozirgi kunda ko'plab fuqarolarimizni, ayniqsa nafaqaga chiqqan yoki nafaqaga yaqinlashayotgan insonlarni bir savol tashvishga solmoqda. Ish staji hisob-kitobi qanday o'zgaryapti va bu mening pensiyamga qanday ta'sir qiladi? Agar sizda 20 yoki 25 yillik ish staji bo'lsa, ushbu ma'lumot aynan siz uchun. Bu xabar sizning kelajakdagi moddiy farovonligingizga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir so'z muhim. Hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odam ko'rishi kerak. Endi esa muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvallari ish stajini hisoblash tizimi ancha murakkab va ba'zida adolatsizlik tuyulardi. Ko'plab fuqarolarimizning mehnat faoliyatidagi ayrim davrlar, masalan, kolxozlarda mehnat daftarchasiz ishlash, ayrim turdagi tadbirkorlik faoliyati yoki xorijda ishlagan davrlar kerakli tartibda hisobga olinmay qolardi. Natijada inson umrining asosiy qismini mehnatga bag'ishlagan bo'lsa ham, nafaqa miqdorini hisoblashda adolatli yondashuv yetishmasligi kuzatilardi. Qolaversa, turli davrlarga oid hujjatlarni yig'ish, tasdiqlatish jarayoni ko'plab bosh og'riqlarni keltirib chiqardi. Ayniqsa, eski Sovet davridagi ish stajini tasdiqlashda qiyinchiliklar ko'p edi. Chunki arxivlar, korxona va tashkilotlar o'z faoliyatini to'xtatgan yoki hujjatlar yo'qolib ketgan holatlar tez-tez uchrab turardi. Bu esa ko'plab odamlarni haqli nafaqasining bir qismidan mahrum qilardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. So'nggi paytlarda qabul qilingan muhim me'yoriy hujjatlar, xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan ish stajini hisoblash va tasdiqlash tartiblariga sezilarli o'zgartirishlar kiritildi. Ushbu yangiliklarning asosiy maqsadi har bir fuqaroning mehnat faoliyatini to'liq va adolatli hisobga olish, ularning uzoq yillik mehnat uchun munosib rag'batlantirishni ta'minlashdir. Endi nafaqaga chiqish yoshi kelgan yoki allaqachon nafaqada bo'lgan 20 yoki 25 yillik stajga ega fuqarolar uchun qator yangi imkoniyatlar va imtiyozlar paydo bo'ldi. Bu o'zgarishlar faqatgina stajni hisoblashni osonlashtiribgina qolmasdan, balki sizning pensiya miqdorlaringizga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Davlatimiz uzoq yillar davomida mamlakat rivojiga hissa qo'shgan insonlarning mehnatini qadrlash va ularni ijtimoiy himoya qilish masalasiga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Shuning uchun ham aynan 20 va 25 yillik staj miqdoriga alohida e'tibor berilmoqda. Chunki bu davrlar uzoq muddatli mehnatga sadoqatning muhim ko'rsatkichi hisoblanadi. Bu yangi tizim orqali sizning yillar davomida to'plagan mehnat tajribangizni yanada aniqroq tan olish, shu bilan birga har bir mehnatkashning ijtimoiy adolat tamoyili asosida ta'minlanishini maqsad qilingan. Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga, ya'ni bu o'zgarishlarning batafsil tahliliga o'tamiz. Avvalo, shuni bilishingiz kerakki, hozirgi kunda ish stajini hisoblashda bir necha yangi tamoyillar joriy etilgan. Asosiy o'zgarishlardan biri shundaki, ilgari hisobga olinmagan ayrim mehnat faoliyati turlari endilikda pensiya staji uchun to'liq inobatga olinadi. Jumladan, kolxozlarda va boshqa qishloq xo'jalik korxonalarida mehnat daftarchasiz ishlagan davrlar. Yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati agar tegishli soliq to'lovlari amalga oshirilgan bo'lsa, hamda bolani parvarishlash ta'tili ilgari cheklangan miqdorda hisoblangan bo'lsa, endilikda bu davrlar to'liqroq hisobga olinadi. Bu ayniqsa ayollar uchun katta yordamdir. Bundan tashqari 20 va 25 yillik stajga ega bo'lgan fuqarolar uchun maxsus imtiyozlar va bonuslar joriy etilgan. Masalan, 20 yillik stajga erishganlar qo'shimcha ravishda ma'lum bir foizda pensiya ustamasi belgilanishi mumkin. 25 yillik stajga yetganlarga esa bu ustama yanada oshiriladi yoki bir martalik maxsus to'lovlar nazarda tutilishi mumkin. Bu davlatning uzoq yillik mehnatga bergan bahosi va rag'batlantirishidir. Xo'sh, kim xavotir olish kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Xavotir olish kerak bo'lganlar. 1. Ish staji hujjatlarida kamchiliklar bor deb hisoblaydiganlar. 2. Mehnat daftarchasida yozuvlar mavjud bo'lmagan davrlarda ishlaganlar. Masalan, kolxozlar, xususiy korxonalar, chet elda ishlagan davrlar. Pensiya miqdori o'z stajiga nisbatan kam deb hisoblaydiganlar. 4. Pensiya tayinlangandan so'ng qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar tufayli pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin bo'lganlar. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Ammo baribir tekshirishi shart. 1.
ish staji hujjatlari to'liq va tartibli bo'lgan, pensiyasi allaqachon to'g'ri hisoblab chiqilgan fuqarolar. Lekin hatto ular ham yangi qonunchilik o'zgarishlari hisobiga qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lishi mumkinligini inobatga olib, o'z pensiya jamg'armalarini tekshirish kerak. Ehtimol siz bilmagan holda qo'shimcha ustama yoki qayta hisoblash imkoniyati paydo bo'lgandir. Endi esa ushbu o'zgarishlarning amalda qanday ishlashini bir nechta hayotiy misollar orqali ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Gulnora opaning vaziyati. Gulnora opa 1965 yilda tug'ilgan. Hozirda 28 yoshda. U jami 20 yillik ish stajiga ega. Uning mehnat daftarchasida 10 yillik staj qayd etilgan bo'lib, bu asosan maktabda o'qituvchilik faoliyati bilan bog'liq. Lekin u 1980 yillarning oxirida o'zi yoshligida 5 yil davomida kolxozda paxta terimida faol ishtirok etgan. Ammo bu davr uning mehnat daftarchasida hech qanday yozuv bilan tasdiqlanmagan. Avvalgi qonunchilik bo'yicha bu 5 yillik davr uning pensiya stajiga qo'shilmay qolgan edi. Yangi qoidalar tufayli Gulnora opa mahalla fuqarolar yig'inining tegishli komissiyasiga murojaat qilib, guvohlar ko'rsatmasi va arxivdan topilgan mahalliy hujjatlar asosida bu 5 yillik stajni tasdiqlatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Natijada uning jami staji 20 yilga yetdi. Bu esa unga yangi qonun bo'yicha belgilangan 20 yillik staj uchun qo'shimcha 5% miqdorida pensiya ustamasini olish imkonini berdi. Agar uning pensiyasi oldin 1500 ming so'm bo'lgan bo'lsa, endilikda u 1.525 ming so'm olishi mumkin. Bu har oy uchun sezilarli qo'shimcha mablag'dir. Ikkinchi misol, Akmal akaning vaziyati. Akmal aka 1906 yilda tug'ilgan, 63 yoshda, u allaqachon pensiyada. Uning jami 25 yillik ish staji bor. Lekin bu stajning 15 yili O'zbekistonda qurilish sohasida o'tgan bo'lsa, qolgan 7 yili 1990 yillarning boshlarida Rossiyada shabashka usulida, ya'ni norasmiy ravishda ishlagan davrga to'g'ri keladi. Avvallari chet elda ishlangan bu davrni tasdiqlash juda qiyin edi. Yangi qonunchilikka ko'ra, Rossiyadagi mehnat stajini tasdiqlash uchun xalqaro shartnomalar doirasida soddalashtirilgan tartiblar joriy etildi. Akmal aka Rossiya Federatsiyasining pensiya jamg'armasidan ma'lumotnoma olib, uni O'zbekistondagi pensiya jamg'armasiga taqdim etdi. Shu orqali u Rossiyadagi 7 yillik stajini tasdiqlatdi. Uning umumiy staji 25 yilga yetganligi sababli u 25 yillik staj uchun belgilangan 11 yil qo'shimcha ustamaga ega bo'ldi. Agar uning pensiyasi avval 1.800 ming so'm bo'lgan bo'lsa, endi u 1.940 ming so'm olishi mumkin. Bu misol shuni ko'rsatadiki, hatto norasmiy tarzda chet elda ishlagan davrlarni ham endi tasdiqlash imkoniyatlari kengaygan. Uchinchi misol, Dilshodning vaziyati. Dilshod 1990 yilda tug'ilgan, 33 yoshda. U jami 20 yillik stajga erishdi. Chunki u Ulug'bek yoshidan boshlab doimiy ravishda ishlab keladi. U hozirda davlat korxonasida muhandis lavozimida ishlaydi. Uning mehnat daftarchasi elektron tizimga to'liq kiritilgan va barcha soliq to'lovlari muntazam ravishda amalga oshiriladi. Dilshodning staji bilan bog'liq hech qanday muammo yo'qdek tuyuladi. Ammo yangi qonunchilik uning uchun ham muhim. Unga 20 yillik stajga erishganligi sababli ma'lum bir muddatdan so'ng qo'shimcha ustama tayinlanishi mumkin. Uning hozirgi vazifasi bu imtiyozlardan xabardor bo'lish va kelajakda pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda barcha hujjatlari to'liq va tartibda ekanligiga ishonch hosil qilishdir. Ya'ni u hozirdan o'zining kelajakdagi pensiyasiga mas'uliyat bilan yondashishi, har bir ish joyidagi yozuvlarning to'g'riligini tekshirishi va shubhali holatlar bo'lsa, hozirdan pensiya jamg'armasi yoki o'zi ishlayotgan tashkilotning kadrlar bo'limiga murojaat qilib, aniqlik kiritishi lozim. Bu unga kelajakda kutilmagan muammolarga duch kelishining oldini oladi. 4-misol. Mavluda ayaning qayta hisoblash imkoniyati. Mavluda aya 1951 yilda tug'ilgan, 68 yoshda, u 2010 yildan beri pensiyada. Pensiyaga chiqqan paytida uning rasmiy ish staji 22 yil deb hisoblangan. Ammo uning hayotida 1975-1977 yillar oralig'ida kichik yoshdagi bolasi bilan uyda o'tirgan, ya'ni bolani parvarishlash ta'tilida bo'lgan 2 yillik davr bor edi. O'sha paytdagi qonunchilikka ko'ra bu davr to'liq hajmda stajga qo'shilmasdi. Yangi qonunchilik esa bunday davrlarni to'liq stajga qo'shish imkoniyatini beradi. Mavluda aya bu haqda eshitib, pensiya jamg'armasiga murojaat qildi va bolani parvarishlash ta'tilini tasdiqlovchi hujjatlarni tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma taqdim etdi. Natijada uning stajiga qo'shimcha 2 yil qo'shildi
va jami staji 24 yilga yetdi. Bu esa uning pensiyasini qayta hisoblashga va ma'lum bir miqdorda oshirishga asos bo'ldi. Garchi u 25 yilga yetmagan bo'lsa-da, 20 yillik staj chegarasida ancha yuqori bo'lganligi sababli pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, hatto uzoq vaqtdan beri pensiyada bo'lganlar ham o'z pensiyalarini qayta hisoblash imkoniyatiga ega. Aziz tomoshabinlar, har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, ish stajini hisoblashda ham umumiy qoidalardan tashqari bir qator istisnolar, o'ziga xos holatlar va beparvolik qilinmasligi kerak bo'lgan nozik jihatlar mavjud. Aynan shularni bilish sizni kutilmagan muammolardan xalos qiladi va haqli imtiyozlaringizdan foydalanishga yordam beradi. Istisnolar va maxsus holatlar 1. Harbiylar uchun staj muddatli harbiy xizmatda bo'lgan davrlar. Shuningdek, shartnoma asosida harbiylikda xizmat qilgan davrlar to'liq ish stajiga qo'shiladi. Ba'zi hollarda jangovar harakatlar zonasida xizmat qilgan davrlar stajga imtiyozli tarzda. Ya'ni 1 yil 1,5 yoki 2 yil deb hisoblanishi mumkin. Bu juda muhim. Chunki ko'plab fuqarolarimiz o'z vaqtida harbiy xizmatni o'taganlar va bu davr ularning pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. 2. Maxsus mehnat sharoitlari, osti, zararli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan davrlar uchun ham pensiya tayinlashda imtiyoz shartlar mavjud. Masalan, konchilar, kimyo san'ati ishchilari kabi toifadagi fuqarolar odatda umumiy belgilangan yoshdan ancha oldin pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishadi va ularning staji imtiyozli tarzda hisoblanishi mumkin. Agar siz shunday sharoitlarda ishlagan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga batafsil ma'lumot berishingiz kerak. 3. Nogironlik sababli staj. Agar fuqaro mehnat faoliyati davrida nogiron bo'lib qolgan bo'lsa, nogironlik pensiyasini olish uchun zarur bo'lgan staj miqdori qisqartiriladi. Shuningdek, nogiron oila a'zolarini, masalan, guruh nogironini, bolalikdan nogironni parvarishlagan davrlar ham belgilangan tartibda ish stajiga qo'shilishi mumkin. Bu ayniqsa o'z yaqinlariga g'amxo'rlik qilish uchun o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatgan insonlar uchun juda muhimdir. 4. Oliy o'quv yurtlarida ta'lim olgan davr ilgari oliy o'quv yurtlarida o'qigan davr ish stajiga hisoblanmas edi. Ammo hozirda ushbu masala bo'yicha aniqliklar kiritilmoqda. Ayrim hollarda agar o'qish bilan birga mehnat faoliyati ham olib borilgan bo'lsa, bu davrlar ham inobatga olinishi mumkin. O'qish davrini stajga kiritish bo'yicha alohida qarorlar qabul qilinishi kutilmoqda. Kutilmagan xatarlar va nozik jihatlar, hujjatlarning yo'qolishi yoki noto'g'ri to'ldirilishi bu eng ko'p uchraydigan muammolardan biridir. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar noto'g'ri kiritilgan, sana xatolari bor yoki muhri o'qilmaydigan holatlar ko'p uchraydi. Bunday hollarda pensiya jamg'armasi sizdan qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlarining nusxalari talab qilishi mumkin. Shuning uchun barcha hujjatlaringizni hozirdan tartibga solish tavsiya qilaman. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning arxivlari qayerga topshirilganini aniqlash kerak bo'ladi. 2. Ish haqi miqdorining ahamiyati. Pensiya miqdori nafaqat stajga, balki pensiya tayinlashdan avvalgi 5 yillik eng yuqori ish haqi miqdoriga ham bog'liq. Ba'zida fuqarolar stajni to'plashga e'tibor berib, ish haqining rasmiy ko'rsatkichlariga ahamiyat bermay qo'yishadi. Unutmang, yuqori rasmiy ish haqi har doim yuqori pensiya degani. Agar siz norasmiy ishlagan bo'lsangiz, bu davrlarni tasdiqlashda ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni topish juda qiyin bo'ladi. Bu esa pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'ttu xalqaro shartnomalar. Agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz, O'zbekiston Respublikasi va boshqa davlatlar o'rtasidagi ijtimoiy ta'minot sohasidagi ikki tomonlama shartnomalarni o'rganish muhim. Masalan, Rossiya, Qozog'iston, Belorussiya kabi mamlakatlar bilan bunday shartnomalar mavjud bo'lib, ular orqali o'sha mamlakatlardagi mehnat stajini O'zbekistonda tan olish imkoniyatlari mavjud. Ammo bu jarayon biroz vaqt talab qilishi va tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishni talab etishi mumkin. 4. Elektron staj ma'lumotlari. Hozirgi kunda barcha mehnat daftarchalari bosqichma-bosqich elektron tizimga o'tkazilmoqda. Bu jarayon stajni hisoblashni ancha soddalashtiradi. Agar sizning ma'lumotlaringiz elektron tizimda noto'g'ri aks etgan bo'lsa, uni tezda tuzatish kerak. Bu borada yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyToy.gov orqali o'z stajingiz haqidagi ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Bu jihatlarni e'tiborsiz qoldirmang. Ularni bilish va o'z vaqtida chora ko'rish
sizning pensiya ta'minotingizni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Aziz fuqarolar, endi esa bu muhim ma'lumotlarni amalda qanday qo'llash va nimalar qilishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Har bir qadamni diqqat bilan o'rganib chiqing. Chunki sizning kelajakdagi pensiyangiz miqdori aynan shu harakatlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Amaliy qadamlar: birinchi qadam, mehnat daftarchangizni va shaxsiy ma'lumotlaringizni diqqat bilan ko'rib chiqing. O'zingizning mehnat daftarchangizni olib, har bir yozuvni sinkovlik bilan tekshiring. Ishga qabul qilingan va bo'shatilgan sanalar to'g'rimi? Korxonalar nomi to'g'rimi? Muhrlar aniq bosilganmi? Xatoliklar yoki o'chirilgan joylar bormi? Agar biron bir yozuvda noaniqlik bo'lsa, darhol shu korxonaning kadrlar bo'limiga murojaat qiling va xatoni to'g'rilashni talab qiling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning arxini topishga harakat qiling. Bu birinchi va eng muhim qadamdir. Ikkinchi qadam, elektron staj ma'lumotlaringizni tekshiring. Siz o'zingizning elektron mehnat stajingizni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.Donkey.gov orqali tekshirishingiz mumkin. Buning uchun My.Donkey.gov saytiga kirib, shaxsiy kabinetingiz orqali tegishli xizmatni tanlaysiz. Elektron tizimdagi ma'lumotlar mehnat daftarchangizdagi yozuvlarga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Agar farqlar bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bering. Uchinchi qadam, tasdiqlanmagan staj davrlari uchun hujjatlarni yig'ish. Agar sizning mehnat daftarchangizda qayd etilmagan, ammo siz ishlagan davrlar bo'lsa, masalan, kolxozda, tadbirkorlikda, chet elda, bolani parvarishlash ta'tilida bo'lgan davrlar, bu davrlarni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ishni boshlang. Bular quyidagilar bo'lishi mumkin: ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxivdan olingan ma'lumotnomalar, guvohlarning ko'rsatmalari pensiya jamg'armasi belgilagan tartibda, tadbirkorlik faoliyati uchun soliq to'lovlari haqida hujjatlar, bolaning tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasi, harbiy bilet, chet elda ishlaganlikni tasdiqlovchi hujjatlar. To'rtinchi qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish. Barcha hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qiling. Sizga kerak bo'ladigan asosiy hujjatlar: pasport nusxasi, mehnat daftarchasi, asli va nusxasi, diplom nusxasi, nikoh guvohi ayollar uchun familiya o'zgargan bo'lsa, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy guvohnoma, yuqorida sanab o'tilgan tasdiqlanmagan staj davrlari uchun qo'shimcha hujjatlar. U yerda sizga maxsus shakldagi ariza berishadi. Bu arizada siz o'zingizning stajingizdagi muammoli joylarni yoki hisobga olinmagan davrlarni ko'rsatishingiz va ularni tasdiqlashni so'rashingiz kerak. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizning hujjatlaringizni ko'rib chiqib, ularni mavjud qonunchilik asosida baholaydilar. Agar barcha hujjatlar joyida bo'lsa va stajingiz tasdiqlansa, pensiyangiz qayta hisoblab chiqiladi yoki tegishli ustamalar tayinlanadi. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun sabrli bo'ling. Ammo eng muhimi, harakatni hozirdan boshlash. Chunki davlat tomonidan berilayotgan bu imkoniyatlardan foydalanib qolish uchun vaqt muhim rol o'ynaydi. Bugun amalga oshirgan har bir harakatingiz kelajakda sizning farovonligingizni ta'minlashga xizmat qiladi. Mana aziz do'stlar, bugungi videomiz yakuniga yetmoqda. Ko'rib turganingizdek, ish staji hisob kitobi va pensiya ta'minoti masalalari har birimiz uchun nihoyatda muhim. Yangi qonunchilik o'zgarishlari sizning moddiy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilash imkoniyatini beradi. Shuning uchun men sizni shoshilinch ravishda o'z mehnat daftarchangizni, elektron stajingizni tekshirishga va zarur hollarda pensiya jamg'armasiga murojaat qilishga chaqiraman. Bu sizning uzoq yillik mehnatingiz uchun munosib rag'batdir va bu imkoniyatni qo'ldan boy bermasligingiz kerak. Umid qilamanki, ushbu batafsil ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Agar sizda savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Har bir savolga javob berishga harakat qilamiz. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yanada ko'proq foydali ma'lumotlar tayyorlashga yordam beradi. Sog' salomat bo'ling.